Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz demak. Shukr, rahmat. Maktabimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Jiyanlarimni akkalib ko'rsatganda keldim. Maktabi Instagramdan ko'rgan bo'lsangiz kerak. Instagramda. Sizlar maktabimiz haqida bir tushuncha berib o'tsam, men o'zim olim Faxriddin. Shu maktabda ish yurituvchi, o'qituvchi, katta ustoz bo'lib ishlayman. Keyin maktabimizda hozir bular jiyanlar sinf. 6-sinf bularni? 2-sinf ko'chdi bu. 2-sinfga ko'chdingda. Hozirda o'zi maktabimizda qabul davom etib turibdi. Shu maktabga tayyorlar, ya'ni 0-oydan tutib to 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni maktabimizga qabul etib turibmiz. Maktabimiz sharoitlari hozir o'zingiz bilan ko'rib chiqamiz, xudo xolasa. Har bir sinfimiz zamonaviy jihozlangan, ya'ni konditsionerlari, elektronik doskalari, ortopedический parta stollari, stol-stullar hammasi zamonaviy jihozlangan. Endi maktabimizda bolalar hozir chiqoladi desa, farzandlaringizni biza hozir 2-sinfda dedingiz, birisi 6-sinfda. Bular 7-sinfdan bizlar maktabda matematika, ingliz tili spes fan sifatida o'qitiladi. Sababi chet tili albatta kerak. Matematikasi hamma fanlar shu matematikaning ustidan qurilgan desak ham bo'ladi. Xoh tarix bo'lsin, xoh kimyo, biologiya bo'lsin, matematikasiz iloji yo'qdan bu narsalar. Shuning uchun ana keyin 7-sinfdan keyin jiyanlaringizni qiziqishini qarab, o'zini ota-onasining istagiga qarab aniqlab olamizdan bolalarni yo'naltirib beramiz. Ya'ni doktor bo'lsa kimyo, biologiya, agar iqtisod, diplomatiya yo'nalishlari bo'lsa matematika, ingliz tili, agar davlat boshqaruvi bo'lsa tarix, ingliz tili qilib yo'nalishlarni belgilab olamiz. Hozir maktabimiz imkoniyatlari bir vaqtda o'zida bu maktab 1000 yaqin o'quvchini sig'dirib biladi. Xudo xolasa bu yil 200 dona o'quvchi uchun joyimiz ochilgan edi. Allaqachon ular yorisidan ko'pi band bo'lib bo'ldi. Endi ataga 100 yaqin o'quvchini qabul qilib bilamiz. Maktabimizda hozir 3-avgust kuni soat 10:00 da yana ham ochiq ishlar kuni bo'lib o'tadi. Agar yana ham qarindoshlaringiz yoki kimdir sizning kuzatuvchilaringiz bo'ladigan bo'lsa, 3-avgust sanasida soat 10:00 da ochiq ishlarga kelib, maktabimizning ichki sharoitlari, uni qadriyatlari, ustozlari, o'zi novg'i ixtisoslashganliklarini ko'rib, maktabimiz haqida ma'lumotlarni olib ketishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, o'quvchilarimizdan kelgan vaqtida kirish imtihoni, ya'ni test olib ko'ramiz. Natijasini qarab, darajasini belgilab, shunga qarab o'zini guruhlarga qo'shib berib bilamiz. Har bir sinfda maksimum ko'pi bilan 24 o'quvchi bo'ladi. Bilasiz, maktablarda 30 dan ko'p. 30 dan ko'p. Bizlarda esa maksimum eng ko'pi bilan 24 o'quvchi bo'ladi. Shunda biza 20-24 o'quvchiga har birini o'qituvchi individualni yondashib biladi. Maktabimizda azondan abitacha space, ya'ni maxsus chuqurlashtirib o'qitiladigan fanlar bo'ladi. Abitdan keyin maktablarda nov o'tadigan bo'lsa, shu fanlari plus qo'shimchasini bolangizga shaxmat darslari dars sifatida o'qiladi. Undan tashqari IQ darslari bor. Bolalarga tarbiya darslari bor. Masalan, Urganchdan maxsus mentor ustozimiz kelib, tarbiya Mansurbek ustoz tarbiya darslarini o'tadilar. Undan tashqari IT, ya'ni kompyuter savodxonligi, undan tashqari yana chuqurlashadigan bo'lsa, dasturlash, robototexnika degan fanlarni xudo xolasa rejalashtirib turibmiz. Maktabda shu yo'ldan yo'lga qo'yiladi. Siz bilan esa bir qator maktabimizni ko'rib o'tsak. Bu yerda asosan boshlang'ich sinf o'quvchilari bo'ladi. Bedek sinflarimiz kichik yosh toifasidagi o'quvchilar uchun. O'shan girgan vaqtida dapaga chiqib tushish, ularda masalan uni ehtiyotkorlikni ham inobat olamiz, zinada yiqilib tushish yo boshqa o'zingiz bilasiz, 1-2 sinfda o'zini muvozanat saqlashidan ham ozgina kamchiliklar bo'ladi. Shuning uchun juda ko'p turgan sinflarimiz boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan. Har bir sinf 24 donadan parta kursilar bilan jihozlangan. Hozir o'zingiz ko'rib o'tasiz sharoitlarni bexatar. Bu sinflarimizda hozir remont ishlari yetib turibdi. Xudo xolasa yangi o'quv yilini odam bo'yicha qilib bilashmaydigan, ya'ni oyoq izi, qo'l izi shipik bo'lib qolib, sinfi dizaynni sal buzmaslik uchun hozir yog'ochdan qilib MDFdan bezak kiritib turibmiz har bir sinfga. Bo'ldi. Xonani yorug'liklari yana ko'rganingizdek, yorug', zamonaviy yana yorug'liklar, parta kursilari, elektronik doskalar, hamma sharoitlar yetarli qilib jihozlangan. Yozda salqin konditsioner bilan jihozlangan, qishda отопление issiqqina
bir Ko'prik bo'ladi. oq ko'nak o'zida o'tirib dars o'tadilar, xudo xolasa. Bundan tashqari siz kommunadan Havo. o'zimizni O'g'izravoddanmi? Havo. O'g'izravodda xudo xolasa avtobuslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Bu taraf Drujba sentridan, Shondan Karvak, bu taraf Muhammad O'shar o'quvchilarni olib kelsa, bu tarafdan yana 2 avtobusimizga yo'tir, xudo xolasa. Birisi aynan shu O'g'izravod kommuna tarafi qo'yiladi. Bemalol Vaqtlarni o'tmaydimi? areallardan o'tadi. O'tadimi? Shu siz masalan gelaman shudan men Bag'atdanman deydigan bo'lsa, misol uchun 4-5 bola bo'ladigan bo'lsa, shu siz yashaydigan hududdan bemalol siz aytgan avtobusimiz borib keladi. Bag'at sentrgacha. Shuning uchun xudo xolasa hech qanday qatnovdan muammo bo'lmaydi asosiysi. Uydan chiqadi, maktabga keladi, maktabdan chiqadi, uyga ketadi. Asosiysi maktabimiz soat 8:30 dan 4gacha shu yerda o'quvchi faqat o'qish bilan band bo'ladi. Kichkina jiyaningiz misol uchun kelgandan hozir ko'rib o'tamiz, xudo xolasa har bir sinfda shkaflari o'zlari. Shu yerda popkasi, kitob daftarlari turadi, uyga son ham shu yerda ishlatadilar. Ya'ni homework time degan dars qo'yilgan bo'ladi. Uyga son ishlab qolgandan uyda otasini, onasini qisintirmaydi, "Men tushuntiring, men tushunmayman" deb o'tirmaydi. Ustozlar o'zi qarashadi. Darslar shu yerda tayyorlab ketadi. Uyda unda hojat bo'lmaydi bolalar. Mabodo ingliz tilidan lug'ati yo matematikadan ko'proq misol bo'lsa, uyga ketishi mumkin. Asosan ko'pchilik fanlarni bu yerda darslarni tayyorlab ketadi. Uyga borib dam olib, ertaga Faqat dam oladi. O'zi azonda 8:30dan soat 4 dan o'qigan bola uyga borib faqat o'qadi deyish bilan uxlashaydi. Boshqaga hech chiqmaydi ular. Charchaydi. Ha. Bu yerda endi katta sinflar xudo xolasa giraverishda, bu yerda ustozlar xonasi, bu tarafimizda 8, 9, 10 sinf katta sinflar uchun ular sinfi nisbatan kattaroq, nisbatan kengroq, yoshlar nisbatan partalar ham kattaroq qilib tuzilgan. Maktab haqida o'zingiz fikringiz-chi? Sizga yoqdimi maktabimiz? Yoqdi. Sharoitlari zo'r ekan. o'zimiz vaqti shunday maktabda bo'lsak, Shuni ayting. va xolasa Sport zallari nelar bo'lsa ularni ko'ramiz. Sport zallari, gazonlari bor, karate to'garaklari bor. Shu maktab o'zida shaxmatdan tashqari karatelar ham bo'lib o'tadi. Bunda har bir o'quvchi faqat aqlan emas, jismonan ham sog'lom bo'lishi kerak. Bu yerda 6-sinf o'quvchilarimizni xonasi. Dars bo'lib turibdi ekan halidan. Balla borku. O'quvchilar muzdagina. Konditsioner yozimgina. Ko'rdingmi? Elektronniy doskalarimiz, bu tarafda har bir o'quvchi uchun ajratilgan shkaflarimiz. Biz avval to'g'risi kinolarda ko'rardik bu narsalarni. Shkaflarimiz ham yoqdimi? Har bir o'quvchi uchun alohida ajratilgan. Yorug'liklar zamonaviy parta kursilar, yana o'tirgan vaqtida shamol o'tib turadi, dalla markasini yopish qilmaydi asosiysi. Ajoyib ekan. Xudo xolasa, qabulda agar siz donish bilsangiz, ko'rib keladigan bo'lsalar, bemalol kelib, bemalol maktabda 1-etaj, 2-chi, 3-chi etajlarni ko'rib, sayr qilib, ekskursiya qilishlari, maktab bilan tanishishlari, hattoki ustozlar dars o'tib beradilar, darslarida o'tirib, darslarni kuzatishlari ham mumkin. Bo'ladi.